Forex bu jahon valyuta bozori. Busiz jahon iqtisodiyotini tasavvur qilish qiyin. Ushbu tizim yordamida millionlab oluvchi va sotuvchilar dunyoning istalgan nuqtasidan turib, sutkasiga 24 soat valyuta ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirishlari mumkin. Yirik korporatsiyalar, eksport-import kompaniyalari, markaziy va tijoriy banklar o'zlarining valyuta operatsiyalarini aynan shu tizim orqali amalga oshiradilar. Aslida Forex dunyoning turli mamlakatlarida joylashgan elektron savdo maydonchalarining yagona telekommunikatsion tarmog'idir. Har daqiqada u orqali minglab bitimlar amalga oshiriladi. Jahon valyuta bozori sutkasiga 24 soat, haftasiga 5 kun uzluksiz faoliyat ko'rsatadi. Bir sutkada jahonning barcha qit'alarida joylashgan yirik moliyaviy uyushmalar valyuta bozorlarida o'zlarining bitimlarini amalga oshirib, savdo estafetasini birin-ketin davom ettiradilar. Valyuta ayirboshlashga bo'lgan ehtiyoj doimiy mavjuddir. Davlatlararo hisob-kitoblar, yirik kompaniyalarning bitimlari, ishbilarmon va turistik safarlar, bularning barchasi valyutaga bo'lgan faol va barqaror ehtiyojni keltirib chiqaradi. Jahon valyuta bozorining asosiy valyutalari bu AQSh dollari, yevro, Yapon yenasi, Shvetsariya franki va Britaniya funti. Bular davlatlararo hisob-kitoblarning asosiy valyutalari hisoblanishadi. Jahon valyuta bozori dunyoning eng yirik pul aylanmasiga ega. Uning kunlik pul aylanmasi 10 trillion AQSh dollarini tashkil etadi. Bu esa dunyodagi eng yirik birja hisoblanuvchi New York fond birjasining pul aylanmasidan bir necha barobar ko'pdir. Jahon valyuta bozorida o'zining valyutasi bilan qatnashishni da'vo qiluvchi har bir davlat qudratli bo'lishi kerak. U rivojlangan iqtisodiyotga ega bo'lib, o'zining moliyaviy majburiyatlarini qat'iy bajarishlari talab etiladi. Hozirgi kunda AQSh dollar asosiy zaxira valyutasi hisoblanadi. Turli omillar ta'sirida valyutalar kursi doimiy o'zgarib turadi. Aynan shu o'zgarishlar jahon valyuta bozorida daromad qilishning asosidir. Bu esa kurslar farqida daromad qilish imkonini beradi. Buning natijasida yangi biznes turi trading vujudga keldi. Avvaliga jahon valyuta bozorida faqatgina yirik banklar ishtirok eta olganlar. Vaqt o'tib, internet texnologiyalari rivojlangani sari bunday imkoniyat barcha uchun ochildi. Valyuta bozorida savdolarni boshlash uchun sizga uncha katta bo'lmagan pul mablag'i va internet tarmog'iga ulangan kompyuter kerak bo'ladi. Talab etiladigan minimum atiga 10 AQSh dollarini tashkil etadi, maksimum esa har kimda har xil. Axir mablag' bekor yotmasdan ishlash kerak. Qanchalik yirik mablag' bilan operatsiyalar amalga oshirsangiz, sizning daromadingiz ham shunga yarasha yirik bo'ladi.